Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938-yilning 30-yanvarida Samarqand shahrida oddiy xizmatchi oilasida tavallud topdi. Uning bolaligi urush va urushdan keyingi yillarga to'g'ri keldi. Islom Karimov 1945-yilda Samarqanddagi Pushkin nomidagi 21-maktabga o'qishga kirib, uni oltin medal bilan tamomladi. 1955-yilda Islom Abdug'aniyevich O'rta Osiyo politexnika institutiga o'qishga kirdi. 1960-yilda uni tamomlab, muhandis-mexanik mutaxassisligi bo'yicha diplom olib, Toshsermash zavodida o'z mehnat faoliyatini boshladi. Qisqa davr ichida usta yordamchisi, usta va texnolog lavozimlarida ishlashga ulgurdi. 1990-yil mart oyida Gorbachev va uning atrofidagilarni hayron qoldirib, O'zbekiston ittifoqdosh respublikalardan birinchi bo'lib, respublika prezidenti lavozimini joriy qildi. 1990-yil 24-mart kuni Oliy Sovetning sessiyasida Karimov O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti etib saylandi. 1990-yil 21-iyunda O'zbekiston SSR Oliy Sovetining ikkinchi sessiyasida Karimovning tashabbusi bilan mustaqillik to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilindi. 1991-yil 31-avgustda 12-chaqiriq O'zbekiston SSR Oliy Sovetining navbatdan tashqari 6-sessiyasida Karimov O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e'lon qildi. O'sha kunning o'zida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi asoslari to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Saylov 1991-yil 29-dekabrda umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazildi. Mutlaq ko'pchilik ovozi bilan ushbu yuksak lavozimga Islom Abdug'aniyevich Karimov saylandi. Unga saylovchilarning 86% ovoz berdi. Islom Abdug'aniyevich sevimli farzand, ota va bobo ham edi. U o'zining ota-onalari haqida, ayniqsa Sanobar oyini katta mehr va iliqlik bilan eslashgan. 6 nafar aka-ukalariga hurmat munosabatida bo'lgan. O'zining yagona opasi Mehrinisodan doim minnatdor bo'lgan. Karimovning 3 nafar farzandi va 6 nafar nabirasi bo'lib, ular bilan muloqot unga katta quvonch keltirardi. Uning rafiqasi Tatyana Akbarovna uning haqiqiy do'sti, yordamchisi, fikrdoshi edi. Islom Abdug'aniyevich bilan 47 yil baxtli turmush qurib, u bilan hayotining barcha zahmatlarini baham ko'rdi. Mustaqil davlatimizning asoschisi Islom Abdug'aniyevich Karimov 2016-yil 2-sentyabr kuni soat 20:55 da Toshkentda miya qon aylanishining o'tkir buzilishi insult oqibatida vafot etdi. Islom Abdug'aniyevich o'zini ona Samarqand zaminida dafn etilishini xohlagan edi va uning vasiyati bajo keltirildi. 2016-yil 3-sentyabr kuni O'zbekistonning birinchi prezidenti o'zining kichik vatani Samarqand shahrining qadimiy Hazrati Xizr masjidida dafn etildi. O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan o'z nutqi ustida ishlagan Islom Abdug'aniyevich Karimov nutqini quyidagi so'zlar bilan yakunlamoqchi edi. U bu so'zlarni aytishga ulgurmadi. Endilikda bu so'zlar xalqimiz uchun vasiyatnoma hisoblanadi. Barcha ezgu ishlarimizda Yaratganning o'zi qo'llasin, o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.